Assalomu alaykum qadrbaland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Nux Avenue'da ajoyib xonadon topganmiz. Xonadonimizning zal qismi bilan oshxona qismi studio formatda qilingan bo'lib, zal qismidan ajoyib viddan boshlashni qaror qildim. Bu xonadonimizni 3 ta ajoyib fishkasini aytib o'tib ketaman. Umumiy kvadrat 80 kvadrat, narxi arzon, kadastr hujjati chiqqan, Novostroyka, lokatsiyasi вообще to'dar, Nukus ko'chada joylashgan. Yo'l ro'para. Oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib beraman. Xo'p. Oshxona qismimiz shundoq bitta yerga qarating yoki yerga mana bundoq qaratganingizda bu tomonimizda kafelni ko'rsanglar bo'ladi. Kafelimizda poli to'pli pol qo'ygan. Kafel qismimizni oshxona qismi qilib ajratib olsanglar bo'ladi. Xo'p, oshxona qismimizni ko'rib turibsizlar, o'zgacha did bilan qilingan, вообще idealniy. Aniq bilaman, kendimga bunaqa oshxona orzu. Shu orzularga erishsin inshaalloh. Ko'rib turibsizlar, ishlatilgan barcha texnikalarimiz Hoffman kompaniyasiga tegishli bo'lib, Hoffman kompaniyasi juda ham sifatli texnikalar chiqaradi. Hozirgi kuxnyamiz bilan zal qismimizdagi eng zo'r fishkani aytib o'tib ketaman. Bitta o'zingizlar ko'rdinglar, ortiqcha maqtamayman. O'zingizlar ko'rib, maza qilsanglar bo'ladi, chunki zo'r uyligini bitta videoda ko'rsangiz ham bo'laveradi. Mana bu tomonimizda bizani balkon qismimizda Nukus ko'chani ko'rishinglar mumkin. Xo'p, hozir sizlar oshxona tomonda, men esa zaldaman, ya'ni ikkalasi studio formatda bitta qilib yuborilgan, общий. Bu yerda televizor ko'rib maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Tepaga zo'r joyga konditsioner tashlab o'tib ketishgan. Ajoyib fishka qilib. Eshiklarimiz ochilib, yopiladigan eshiklar, endi yopib ochib o'tirmadim, ko'rasizlar. Yana zo'r fishka tomoni, ana bu tomonimiz, bu ham to'pli polda, bu ham to'pli pol qilingan. Xo'p, ko'cha eshigimizda hol zonamizni kengligini ko'rishinglar mumkin. Mana bu shkafimizni ko'rsanglar bo'ladi. Kiyimlarni ilib, oyoq kiyimlarni saqlab qo'yadigan. Ushbu hol zonamizda ham ajoyib bitta detalniy ustakalarimiz zo'r narsa qilib ketishgan. Uni ham sizlarga videoni oxirroqda aytaman. Bu tomonimizga marhamat, kattalar yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. Zamonaviy high-tech usulidagi spalnini qaranglar. Yerga cho'tki qilib aniq qilingan. Juda ham neobishniy stilda ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonda tosh oynalarni ham ko'rishinglar mumkin, ajoyib qilingan. Xo'p, mana bu tomonda svetlarni ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi как sensorli, cho'tki qilingan. Ko'rasizlar bu tomonimizda televizorlar, hamma narsasi bor. Bitta polvon o'g'iltoy bo'lsa yoki Soliha singlimiz bo'lsa, mana ko'rishinglar mumkin. Bitta o'ziga отдельный xonasi, boshqacha did bilan qilingan, ajoyib did asosida qilingan, dars qiladigan stul, hamma narsasi bor. Ko'rasizlar bu yog'iga. Xo'p, ikkita alohida eshiklarimiz, alohida sanuzel deb o'ylashinglar mumkin. Unaqa emas. Общий sanuzulimiz bitta qilingan va to'pli pol qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Sanuzulimiz juda ham keng. Mana shunaqa dizaynda qilish, mana shunaqa dizaynda olganinglarni ma'qul deb o'ylayman. Chunki skromniy, juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rasizlar. Bu tomonimizda kir yuvish xonasi bor. Mana bunaqa xona lekin har bitta uyga kerak. Xohlaysizlarmi yo'qmi? Chunki nimaga? Mana xonani kengligini ko'rsanglar bo'ladi. Keyin ham aniq bilaman, bu to'ldirib tashlaydi, parashoklar, boshqa balo-battar jiyanlarni oyoq kiyimlari bilan to'ladigan joy, как sklad. Вообще zo'r tashlab o'tib ketishgan. Xonadonimizni ko'rdinglar. Umumiy hozirlarga общий zametkasini aytib beraman. Как Yakkasaroy tumani, Nukus ko'chada joylashgan Nukus Avenue domlaridan 12 qavatli domning 7-qavatida joylashgan 3 xonali, umumiy maydoni 80 metr kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, ishoninglar, narxi vobsheta zo'r. 154 ming dollar qo'yilyapti. Vobsheta arzon narxda, ishonaveringlar. Lokatsiya chunki bomba joyda, uy remontini maqtash hojati yo'q. Juda ham klass qilib ishlangan. Kvadrati ham kichkina emas, xonalari keng. Videomizga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Sizlarga shu uyimizda qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda chiqqan raqamlarga murojaat qilinglar. Topganmiz kanaldan uzoqlashmaylar akalar.